Bir yigitga. Abdori Samat Muhammad Ramazan. Hayat musobaqining agir to'qay yo'llari qadam besib, bir ikki qadam elib yiqilding. Bir qitimliq siniqing mag'lub bo'ldi. Shu yiqilg'iningcha o'rningdan turmading. Biri kelib yo'lab turg'izibmi qo'ymadi. O'rningdan tur yigit. Yetiversan biri kelib yo'lab turg'izib qo'ymaydi. Vaqting o'tadi. Ömür darxin porlish qarab yuzlanadi. Bilginki, turli tuman qismatlarga homildor bu hayot safarangda yiqilish qo'pish doimli ko'rilib turadigan tabiiy o'yin. Sen ashu o'yindagi mahir artist. Bir yiqilgan chitib olsang, hayot o'yinlarining qiziqi bo'lmaydi. O'rningdan tur yigit. Bir yiqilgan chitib elish umidlik, irodalik, jasoratli yigitning tabiati emas. Bir qitimliq siniqing mag'lub bo'lg'angil o'zingni mag'lubiyatchi deb qarama. Azraqli bel qo'yib yetadigansan, barliq go'zal arzu-armonlaringning chirig'i o'chib qoldi. Ko'z olding xiralishidi, dilxonangni tuman bosadi. Mag'lubiyatning ostida parlaq qalbining mukib yetayotganligiga ishon. Faqat umid va ishonchlar seni parlaq qalbi manzilga boshlab boradi. Bilsang ey yigit, bu hayot umidlik, irodalik, jasoratlik o'g'lonlarga cheksiz mehr bilan buyuk quyoshdek kulib boqadi. O'rningdan tur yigit. Zehningni yig'ib, aql go'hrongni eng ahamiyatli ishlarga sarf qil. Shunda qila olgan kishilar o'lmas mo'jizlarni yaratib, hayotlik safarda mangu o'chmas izlarni qoldira oladi. Avlodlar qalbida yiqilmas munar tiklay oladi. O'rningdan tur yigit. Vaqt saqlab turmaydi, fursat kutib turmaydi.